Bunaqa video hali Mobile Legends tarixida bo'lmagan. Bugun men o'rtoqlarim bilan Mobile Legends kartasida berkinmachoq o'ynayman va bu o'yinda g'olib bo'lgan do'stimga almas sovg'a qilaman. O'yin shartlari juda ham oddiy. Raqib jamoadagi 5 kishi kartadagi lubboy kustlarga, ya'ni o'tlarni ichiga berkinib olishlari kerak bo'ladi. Men esa ularni qidiraman. Oxirgi topilgan odam esa o'yinda g'olib bo'ladi. O'yin ishtirokchilari Yasmina, Fred, Tillo, Xonzoda va Firdavs. A few moments later. Короче, bo'pti. Gapni ko'p cho'zmagan holatda videoni boshlaymiz. 1, 2, 3. Qaysi giroy bo'lib qidirsam bo'ladi? Men bugun bularda hop. Leyla bo'lib qidiraman. Daysi. Leyla bo'lib qidiramiz. Balla bugun bularda. O'yin boshida ishtirokchilarimizga 2 daqiqa vaqt berib, men ularni berkim olishini ba'zamda kutib turdim. 2000 years later. Takballar bularda berkinishiga 2 minut vaqt berildim. Bular berkinib oldi va men endi bularda qidirishni boshlayman. Davaychi ballar, hop. Birinchi navbatda men bilan o'ldirib farm qilib olamiz. Kursi bo'ladimi sizni deydi. Yo'q. Chatga yozib yuboraylik, meni urish mumkin emas. Hop, o'rtada hech kim yo'q. Batdan boshlaymiz, tak. Batda ham hech kim yo'q. Tak, botda ham hech kim yo'q. Botda ham hech kim yo'q. Hop, batlarda ham hech kim yo'q. Aytdimmi? Hop, bu ko'zda ham hech kim yo'q, bolalar. Qani botdachi. Hop, botda ham hech kim yo'q. Nimaga aniq bilaman kimdir berkingan. Yo'q, batda ham hech kim yo'q. Hamma bitta bir xil joyga bekin olgan bo'lsa, balla. It topilmayapti-ku. Bu ko'z qaradi. Ko'zda ham qaradi. Bitta ham yo'q. Ultimate mochi olay balla. Mentlar qaraymiz. Bitta ham hech kim yo'q. Yasmina topildi. Birinchi bu Yasminni topdim o'rtoqlar va ikkinchi kimni qidirishni boshlaymiz. Yana kimlar bor bizda? Bizda yana kimlar bor? Hop. Yasminni topdik. Endi yana kimlar qidiramiz? Bitta kim voy bular bitta ham hech kim yo'q. Bu kursda ham hech kim yo'q. Qidirishda davom etamiz bolalar. Men bu yerda javob odam bor. Yo'q. Firdavs kirisa. Firdavs boshqa joylarga o'tib yuribdimi? Vo'at kimdir topdim. Va Firdavs topildi. Tak, nimaga oraga tiqilib kirdim, hozir tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida men sizlarga bitta narsa aytaman. Короче, ko'rib olasiz. Hop, bizda Xonzoda qoldi, ili Tillo qoldi va Fred qoldi. Oxirgi shularni qidiramiz, tak. Hop, bitta odam yo'q. Hop, bitta ham odam yo'q. Taklitlarda ham odam yo'q. Shunta bitta ham chiqmayapti. Yana qaysi kurslar bitta tekshirsak bo'ladi. Men aytdimmi yo'q. Tak. Yo'q, bitta ham yo'q. Tak. Men botlar qarasam ekan. Bitta ham hech kim yo'q. Hatta bo'lishi mumkin, balla. Men qaramagan qaysi kurs qoldi. Va! Xonzoda! Xonzoda ham topildi balajonlar.
once little girl. He's gonna save someone this time. Tillaxon va Fred qoldi, tak. Tillaxon va nima bilan otishmoqchi-ku? Hop, bizda kim qoldi? Destroyed a turret. That one little girl. He's gonna save someone this time. Bular diqqatga bekingan bo'lishi mumkin balla. Ular oxir ikkita odam qoldi, topolmayapman ularni. Represents justice. One eternity later. Bular buni qilish mumkin. Shaxs taqish deysiz. Bular o'yinni tugatib yubormoqchi bular maqsadi. Nataliya. Olajonlar, ko'rdinglar, o'yinimiz tugadi. Gap yo'q. Defeat. Bratlar katta rahmat. Almas tushdi. Rost ekan. Kattakon rahmat. Videoni oxirida men nima demoqchi edim, o'rtoqlar, endi siz ham meni videoyimda qatnashsangiz bo'ladi. Agarda mana shu videoga maksimalni aktiv qilib bersangiz, like bossangiz, obuna bo'lsangiz, men xuddi shu bekinmachoq videoni ikkinchi qismini olaman va ikkinchi qismini obunachilar bilan birgalikda o'ynaymiz. 5 ta odamni tanlab olaman. Xo'p, qanday qilib qatnashsangiz bo'ladi? Mana bu Instagram akkauntim chiqib turibdi ekranda. Mana shunga podpiska tashlab yozing, men sizni videoyingizda shunaqa qatnashmoqchiman deng. Qarochi, keyingi videoga 3 ta o'g'il bola, 2 ta qiz bola olaman. Mobile Legends o'ynaydigan. Keyingi shuni ikkinchi qismini olgan, albatta yozing, aloqaga chiqing. Sizni men videoyimga qatnashtiraman. Agarda odam to'la bo'lgan bo'lsa, 3-chi yoki 4-chi qismiga ham bemalol chiqib olasiz, qarochi.